Assalomu alaykum. Biz Beshariq tuman ixtisoslashtirilgan maktabidamiz. Bu maktab o'quvchilari milliy va xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritish bo'yicha tumanimizda rekord natijani ko'rsatishdi. Hozirgi kunda o'quvchilar jami 362 sertifikatlarni qo'lga kiritishdi. 11-sinf o'quvchilarining ko'plari muddatidan oldin talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'ldilar. Men Yusufjon Intizor, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti bo'lajak talabasiman. Hozirda 5 ta fanda milliy sertifikatga egaman va maksimal ma'lum to'plab bo'ldim. Hozirda IT sohasi bo'yicha bilim olmoqdaman. Tinchligimizni saqlab, yosh avlodning porloq kelajagini bunyod etayotgan, eng so'nggi jihozlar bilan ta'minlanayotgan maktablarni tuhfa etayotgan prezidentimizga tashakkur bildirmoqdaman. Men Qayumsa Nurmuhammad, kelajakda shifokor bo'lmoqchiman. Men 189 ballni to'plab, muddatidan avval talaba bo'ldim. Bu natijam ota-onam va o'quvchilarni juda ham quvontirdi. Menga kuch va bilim bergan ota-onam, o'quvchilarga rahmat. Men Ergashev Tursa, matematika hamda ingliz tili fanlariga qiziqaman. Ushbu fanlarga mehrim tufayli muddatidan oldin 109 ballni qo'lga kiritdim. Hozirda SAT xalqaro sertifikatini qo'lga kiritish uchun harakat qilmoqdaman. Maqsadim xalqaro oliy ta'lim sari dadil qadam tashlash va chet elda o'qib kelib, vatanim ravnaqiga o'z hissamni qo'shish. Men 11-sinf o'quvchisi Mamajonov Azamjon muddatidan oldin 189 ballni qo'lga kiritib, muddatidan oldin talaba bo'ldim. Men hozirda maktabimizda sun'iy intellekt sohasi bo'yicha tahsil olmoqdaman. Men Ochilxo'jayeva Shahlo, ingliz tili yo'nalishi bo'yicha tarjimon bo'lmoqchiman. Muddatidan oldin talaba bo'lganligim sababli hozirda xorijiy tillarni o'rganib, ta'lim jarayonlarida ham faol qatnashmoqdaman. Til bilgan, dunyoni biladi. Menga ilm sirlarini o'rgatayotgan ustozlarimga tashakkur. Sizning ham farzandingiz shunday natijalarga erishishini xohlaysizmi? Unday bo'lsa, farzandingiz hujjatlarini Beshariq ixtisoslashtirilgan maktabiga topshirish qabul jarayonlari 1-maydan boshlanadi. Eng muhimi, maktabimizda o'qish mutlaqo bepul. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 614 03 07.